2-iyundan 13-iyunga qadar respublikamiz bo'ylab Adolat sotsial demokratik partiyasi tashabbusi bilan Bor mehrimiz senga bolajon shiori ostida beg'araz donorlik aksiyasi o'tkazilmoqda. Har bir topshirilgan hayot tomchisi ortida bir insonning umidi, bir oilaning baxti, bir farzandning kelajagi turibdi. Donorlik bu nafaqat yuksak insoniylik, balkim onkologik kasalliklar bilan kurashayotgan bolajonlarimizning hayotini saqlab qolish uchun imkoniyatdir. Sizning ezgu tashabbusingiz jamiyatimiz farovonligi va kelajagimiz egalarining salomatligiga xizmat qiladi. Azizlar, mana shu xayrli savob ishda birga bo'laylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Bor mehrimiz senga bolajon. Bor mehrimiz senga bolajon. Bor mehrimiz senga bolajon. Bor mehrimiz senga bolajon. Bor mehrimiz senga bolajon.